Tillog'isizlar aka? Ne davomimiz aka? Nima narsa ekan? Narsa bor edi, bu tillani, kumushni, aniq olmaganim uchun olib keldim sizga to'g'risi. Birinchi aka, mana bizda yo'q aka, buni eksperti. Xo'p, bu madgerayni deyiladi aka, yozib qo'ygan, o'qiganlarsiz. Ya buni o'qib tushunmadim. Mana qora joylari bor-ku, qoramiz serimi. Bu joylari kumushdan bo'ladi. Mana bu yulduz. Mana bu yulduzchasi, sariq yulduzchasi tilladan bo'ladi aka. Ha, yo'q, tillami bu? Siz hozir buni просто nimaligini bilmoqchimisiz yoki sotmoqchimisiz? Yaxshi narxga sotamoqchi. Bo'ldi aka, qarang, madgerayni bo'lmasa mamatida buni 3,5 grammdan 4,5 grammgacha 900 probadagi tilla bo'ladi. Hop, men sizga buningizcha aka, agar turishiga hisoblaydigan bo'lsak, chunki buni taroziga qo'yib bo'lmaydi, kumush aralash tilla, tepasida temirlar ham bor, munchoqlar bor. Buni 16 gramm chiqadi degan. Tillasini o'ziga plus minus hisoblaganda 5 million so'm qilib bera olaman, shu turishini. Agar ma'qul kelsa sizga. 5 million? 5 million so'm beraman shunga. Madgerayni. Men hozir 300 ming deysizmi degdim? So'mdami? Yo'q aka, madgerayni bo'lsa olib keling aka, 5 million yaxshiroq holatda bo'ladiganlari bo'lsa 5,5 milliongacha olib qolamiz tekshirib. Bo'ldi, aka, bering. Rozimisiz aka 5 million? Kutmagan summani aytdingiz. Yaxshi, unda arzonroq aytsam bo'ladi. Hop. Mana aka, kelishilganda 5 million so'm. Bo'p qolsa olib kelavering aka. Yana savolim bor. Menda xitlarlarim ham bor. Yaxshi bilan necha million olasiz? Bo'ldi, olib qolamiz mana bularni ham olib qo'yganmiz. Bugun olib qoldik, kecha olib qoldik. Qarang, men buni lom hisobida olib qoldim. Misol, prujinalarni chiqarib tashlab minus qilganman. Ezilib ketgan sababiga 880 mingdan oldim lom, 585 probada. Mana bu yerda misol 920 ming, 930 ming har xilda olganman-da, o'ziga qarab mana izdirlar. Lekin mana Van Cleef mana birkasi yo'q bo'lsa ham, aka, plus toshi ham bor, minus qilmadim, chunki hadovoy narsa. 970 mingdan oldim agar adashmayotgan bo'lsam. Mana bu qizil Van Cleef bo'lganiga buni 950 mingdan oldim, izdirlar hisobida-da. Mana buni 970 mingdan oldim. Lekin mana birkasi bor 920 mingdan oldim. Hammasi har xil, aka, holatiga qaraladi. Olib keling qimmatroq narxlarda hisoblab beramiz. O'z qimmat olasidan. Bo'ldi aka. Sog' bo'ling, rozi bo'ling aka. Olib keling aka, hamma narsangiz qimmatroq qoladi. Agar sizlarga ham mana shunaqa tillaylar bo'ladigan bo'lsa yoki bunaqa ordeninglar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastki nomerga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hammalarni kutib qolamiz.